Assalomu alaykum xo'jayli xalqi. Kelib bu raislar qarasa bo'lmaydi, bu musullarni qarang. Nima ahol bu? Oltin merosdan deb hamma joyda rasvo qilish kerakmi? Bu musullarni qarang. Qishloqda harom qilib tayladi-ku. Bu oltin merosi. Kelib bir musur yashuvmi, nesa qo'ysa bo'lmaydimi? Qarasa musur, qarasa musur. Tavuqni o'lganlari bu havuzun içini musurya qarang. Bu havuzun içindeki bakarlı musurda qarang. Nima qaramaysizlar? Rais. Qishloqda raislar, G'ayrat aka, Naim aka. Kelib qaranglar buni. Shurg'oda harom qildi-ku bular. Bu musullarga qarang. Daraxtlardan musul. Mana bu yerga tavuq so'ygan, mana shundoq qolib ketgan mana. Tozalamagan. Bu ahvolga qarang. Bu musullarni qarang. Karbatda olingan musullarni. Bu musullarni qarang. Bunga kim javob berish kerak? Qishloqqa kasallik tarqaladi, odam suv ichadi bundan. Musullarni qarang. Baqini so'ramasa ham bo'ladi, bu musullarni qarang. Qonna musur hamma ya. Bu musurda qarang. Alon yoqqan kuli shundan turibdi oyoqdagiga. Mana musurda qarang mana. Bularni kim olib chiqib ketadi? Bu musullarni qarang. Bu yerda oyoq osti qilyaptilar, kushiryapti. Gapirayotgan odam yo'qmi? Bu musullarni qarang. Bu musullarni. Mana vaqt qarang, mana musullarni qarang. Bu bakarlarni qarang. Bu yerda musullarga qarang, yerga. Bu chuchqorni, bu salafani salaf etgan-yu. Yeb ichgandan keyin, pulini olgandan keyin abeda tozalab qo'yish kerak-ku. Bunga kim javob beradi? Mahalla raislari qaramasa, yo hokimiyatdan odam chaqirish kerakmi? Bu musullarni qarang, suv ichidagi musullarni. Oltin merosdan deb toza ham yerga urmaslik kerak qishloqni. Yo ziyorat joyni. Pulini olib qo'chabdi. Bu ariqlarning ichidagi bakarlarga qarang. Bularga qarang, bu musullarni qarang. O'tlarning ichiga yotishini qarang. Bunga kim javob beradi? Kim gapiradi buni? Kim kelib tartibga oladi? Bu musullarni qarang. Bu yerda musullarga qarang. G'ayrat aka, kelib qaranglar firqat. Bu musullarni qarang. Aqlarini qo'llar chiqib o'tmayman, faqat mana shu havuzni yongidini olaman men. Qishloqda butun kasal bosib ketadi-ku bu ahvolga. Bu musullarni qarang, ariqda ichidagi nimalarini. Havuzda gidlarini. Bu bakarlarni yotishiga qarang. Bu havuz ichidagi bakarlarga qarang mana. Oltin merosdan bo'lsa mana bu yerga musur yashib ko'tarib qo'ysin. Pulini olabdi. Qarasin bu bakarlarni qarang. Bu bakarlarni qarang. Pivo ichilgan, aroq ichilgan. Men oddiy bir kolxozchi fuqaroman. Ularga vijdon yo'q, menga vijdon bor, shuni men sizlarga tushirib jo'nataman. Kelib qaranglar deb. Bu bakarlarni qarang. Bu musullarni qarang. Bunga kim javob beradi? Oltin merosdan bo'lsa pulini olabdi. Yerga tozalovchi qo'yish kerak, musur yashib qo'yish kerak. Bu musullarni qarang, bu bakarlarni. Mana havuzni bittadan chiqdim, shu yerda o'ziga shuncha nessa.
Bu aholi qarang, musurdi. Havuzni betiniki musurladi qarang. Honna musur mana shu havuzni gidini, ichiniki. Kaylonkayu, bakali shunaqa ichini etsalar. Shu ziyorat joyida harom qilyapti bular. Buni hokimiyatga jo'nataman endi. Yo bo'lmasa internetga chiqarib yuboraman. Ochiq oydin. Qo'rqotgan joyim yo'q. Tozalikka rioya qilmayapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.